Assalomu alaykum, hurmatli hamyurtlar, hurmatli sport ixlosmandlari. Bugungi tarixiy g'alaba bilan hamda jahon chempionati yo'llanmasi bilan barcha o'zbekistonliklarni hamda shu qatori mana shu bizni xursandchiligimizga sabab bo'lgan ana shu qahramon yigitlarni barchasini mana shunday g'alaba bilan Osiyo Kubogi chempioni bo'lgani bilan tabriklayman. Men har doim bu yoshlarimizga ishonib kelganman. Ishonchim yuksak bo'lgan yoshlardan. Mana oddiy misol Meksikadagi jahon chempionatini olaylik. Mana bugungi Osiyo Kubogi musobaqasini olaylik. Bu yoshlarimizni qancha qarshilik ko'rsatishgan sari mana bugun o'zbek millatini, O'zbekiston xalqini qanaqa xalq ekanligini, qanaqa millat ekanligini, qanaqa bardoshli, qanaqa sabrli ekanligini ko'rsatib qo'ydi. Bu yoshlarimiz, bularga alohida minnatdorchilik bildiraman. Murabbiyni qo'llagan taktikasiga tasanno aytmasdan, qoyil qolmasdan ilojimiz yo'q. Chunki finalda men hali tarixda ko'rmaganman, bironta finalda ikkitadan qizil kartochka olib, ikkitadan kam o'ynab, bironta komandani yutib finalda chempion bo'lgan komandani eslay olmayman. Men shu yoshimga kirib hali bilmayman. Tarix yaratdi o'ziga yarasha bu yoshlarimiz, murabbiyimiz. Hammasiga rahmat. Ilohim sog' bo'lishsin. Keyingi mana shu jahon chempionatida ham xuddi mana shunday qilib finallarda g'oliblik nashidasini surib yurishini tilab qolaman bularga. Bu nafaqat futbol, boks bo'ladimi, kurash bo'ladimi, qanaqa soha bo'lishidan qat'iy nazar O'zbekiston yoshlari hech qachon taslim bo'lmaydi, yengilmaydi, birov yenga olmaydi ham. Olg'a O'zbekiston yoshlari. Men hammalaringni tabriklayman yana bir. Kelajakda yanada yuksak marralarga yetishlaringni tilakdoshiman.